Assalomu alaykum. Mana mening turmush o'rtog'imiz Buxorodamiz. Turmush o'rtog'im insult bilan og'rib qolgan edilar. Mana shu Hemohim dorisini koreyskiy kompaniyaning dorisini ichib bo'ryapmiz hali ham. Ancha o'zgarishlarimiz yaxshi, Xudoga shukr. İçida o'sha katta korobkaning ichida bunaqa paketchalar bo'ladi. Hamma ko'rgandir baribir internetdan. Shu paketchadan nahorda ikkita, obedda ikkita, kechqurunda ikkita ichib bo'ryapmiz. Xudoga shukr, o'zgarish ancha yaxshi. Ovqat yeyishlari yaxshi bo'lgan, gapirishlari yaxshi bo'lgan. Insultdan keyin asoratlari qolgan edi. Yaxshi gapirolmagan edilar. Xotiralari tiklandi, ancha yaxshi. Undan tashqari mana kalsiydan çok ichib yuribmiz. Isuprilina keyin jenshen ham juda ham xotiraga yaxshi ta'sir qilayotgan, chunki o'zimiz ham ichib foydasini ko'rdik. Hammaga tavsiya qilaman. Ichinglar. Hemohimni siz turmush o'rtog'ingizga qaysi holatda berishni boshladingiz? Ishonib yoki boshida ikkilandingizmi? Ikkilanib. Chunki tushunchamiz yo'q edi, bilmasdik qanaqa kompaniya nima ekanligini. Keyin internetdan ko'rdik, tavsiya qildilar. Shu ichib boshladik, ancha o'zgarish yaxshi bo'ldi, gapirishni boshladilar. Ovqat so'rab, ovqat yeyishni boshladilar, appetitlari yaxshilanib, oldinga o'zgarish zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Oldin o'zlari ovqat yeolmasdilar, a? Yo'q, appetit ham yo'q edi. Ki bu Hemohim kompaniyani chekkiga surganda, sizga Hemohim Rossiyadan tavsiya qilishdi. Rossiyada iching, ashurasi ham yaxshi, O'zbekistonda ham bor deyishdi. Keyin Marhabo Achilovani topib, Hemohimdan olib, hozir mana o'zlari ovqat yeydigan bo'ldilar, gapiradigan bo'ldilar. Xudo xolisa bir qishgacha yana yaxshilab iste'mol qilsangiz, уже o'tirasiz, gapirasiz, yurib ketasiz. Inshaalloh, Xudo xolisa. Hammaga tavsiya qilamiz. Hemohim zo'r. Rahmat.